Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, kanalimiz a'zolari, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi kunda hozirda umra ziyoratiga borgan insonlar uchun standart va 20 kunlik, 30 kunlik va 40 kunlik paketlarimiz yo'lga qo'yilgan. Borgan insonlar pastdan nomer qoldirib qo'yamiz. Jo'natilgan insonlar ham bemalol. Agar siz Yevropada bo'lsangiz, Rossiyada, Amerika, Koreyadan jo'natilgan bo'lsangiz, ota-onangizni bemalol pastdan nomer orqali ijtimoiy tarmoqlarda aloqaga chiqsanglar, Instagram pasportingiz, jo'natilgan inson pasportini tashlab bersangiz, bir kunda 24 soat ichida vizasi, bileti yozilib, joy band bo'lishi mumkin do'stlar. Telefon qilib olasizlar, narxlar bir qator telefon qilib yoki ijtimoiy tarmoqdan jo'natilgan insoningizni albatta kim ota-onangiz yoki yaqiningiz bo'lsa ham, albatta bitta oiladan 5 kishi, 10 kishi bo'lsa qo'ldan kelsa chegirma ham qilib beradi. Rasmiy hozir Hikmat Travel ofisiga kelganmiz. Qolganimiz to'liq ma'lumot olamiz. Sizlar uchun 14 kunlikka narx qancha bo'lyapti? 1 oylik va 20 kunlik paketlarimiz narxi qancha? Assalomu alaykum, Alaykum, charchamayapsizmi? Hozirgi kunda fevral oyiga qaysi sanalarga reysimiz qoldi? Yoki to'liq bo'ldimi? Endi fevral oyining oxirlariga, 23-24larga hozirgi bu yerda reyslarimiz bor. Shundan keyingi reyslarimiz ham bor. Imenda eng yaqin reysimiz shu. Hozir yaqini shu 23-24ga reysimiz bor. Albatta. 23-24gacha reysimiz to'liq bo'ldi. 23-24gacha reyslarimiz to'liq bo'ldi. Endi Ramazonga borgan insonlar birinchi 10 kunlik, o'rta 10 kun va oxirgi 10 kunlik qadr kechalarga borgan insonlar uchun narxi qancha yoki bugungi kunda narxi boshqa va o'sha kunda narxi boshqa bo'lishi mumkinmi? Endi o'sha kunda narxi albatta oshadi, qimmat bo'ladi, lekin undan oldin u kunga borgungacha misol uchun bilet ham qolmaydi, nima? Joylar ham qolmaydi. Chunki bugun band qilib qo'ygani yaxshi ekan-da. Bugun band qilib qo'ygani yaxshi albatta. Sirazi misol shu videoni ko'rgandan keyin telefon qilib agar ota-onasini jo'natmoqchi bo'lsa, sirazi telefon qilib band qilib qo'ysa bo'ladi. Telefon qilib pastda nomer qoldirganmiz, operatorlar ma'lumot beradi, yana bu videodan tashqari ma'lumot beriladi. Albatta. Ziyoratgohlar va Hikmat Travel rasmiy 50 bosh xizmatlari hamma ma'lumot qanday sharoit qilib beriladi, operator ma'lumot beradi to'g'ri. Hozir siz bilan qisqacha ma'lumot berib o'tsak, borgan inson va oldin borganlar uchun ma'lumot birinchi navbatda Ravzaga olib kiriladi Madina Munavvarada. Hozir Ravzaga olib kirilishimiz 50 kunlik. Kerakli narsalar so'rayman-da hozir. Bo'ldi. Ravzaga olib kirishimiz 50 kunlik bo'ladi. Saudiya o'sha hukumat tomonidan hozir shunaqangi nima qo'yilgan, ya'ni odam ko'payib ketganligini hisobiga. Deylik, 10 ta guruh bo'lgan bo'lsa, 10 tadan birinchisiga ruxsat berib, ikkinchisini rad qilib, yana uchinchisiga ruxsat berib, shunaqangi qilinyapti. O'shani hisobiga. Saudiya tomonidan. Deylik, biz 500 tadan topshirsak, teng yarmini qabul qilyapti, teng yarmiga rad javobini beryapti. O'zgarishlar kiritilyapti ekanda, demak, Ramazon. Ha, o'zgarishlar kiritilyapti. Endi borgan inson albatta birinchi kuni yoki ikkinchi kuni agar navbat kelsa, ikkinchi kunda yoki uchinchi kuni Makka yurishdan oldin ham ertalab sahar bomdoddan keyin va yo sahar bomdodgacha ham olib kirishga harakat qilinadi. Ha, xuddi shunday. 24 soat ishlagan uchun bemalol erkaklar alohida, ayollar alohida Ravzaga olib kirib chiqiladi. Uchinchi kuni, ikkinchi kuni albatta navbatdan birinchi kuni kira olmasangiz, ikki va uchinchi kuni albatta olib kiriladi. Ikkinchi masala, borgan insonda yoshi katta aravacha beriladimi firma tomonidan? Firma tomonidan albatta aravacha beriladi. Yoki O'zbekistonda o'zimiz foydalanayotgan aravachamiz bo'lsa, ota-onamizniki agar olsak ham bo'laveradimi? Aravachani olsa ham bo'laveradi, chunki aravacha bagaj hisobida o'tmaydi. Bemalol, misol uchun necha kilo bo'lsa ham bemalol olsa bo'laveradi. U yoqda polni aylanib, nima yurishlikka. Endi mana shu bir marta to'lovning ichiga shu firma xizmati tomonidan bepul avtobus, ovqatlanishimiz, ziyoratgohlar, sayohat hammasi qo'shilgan. Hammasi qo'shilgan. 3 kun, 2 kecha Madinada yurish hammasi qo'shilgan. Madinada 2 kun, shu Makkada 11 kecha. 11 kecha Makkada. Makkada 11 kecha. Makkada ham shu avtobus xizmati, tibbiy xizmat, ovqatlanishimiz, nonushta, zavqlik hammasi bitta. Hammasi bitta narxga kiritilgan. Xuddi shunday. Tibbiy xizmatimiz bormi yoshi katta insonlar? Tibbiy xizmatimiz har bitta mehmonxonaga joylashtirilgan. O'zimiz doktorlarimiz bor. Maxsus o'sha doktorlar qo'yilgan, xudo xolasa hamma yordamlarni ko'rsatadi. Men bilganim Madina Munavvarada mehmonxona masofasi 200 yoki 300 metr atrofida. Xuddi shunday. Bizda Makkada mehmonxona, Hikmat Travelda hozir mehmonxonalar juda ko'p va aynan yaqinrog'i standartda va maxsuslarda necha kilometrgacha? Hozir o'rtacha 700 metrdan boshlab hozirgi paytda 2 kilometrgacha, 2-2,5 kilometrgacha bo'ladi masofasi, yaqinlik darajasi. Ekonom paketda o'rtacha 6 kilometr bo'ladi. Ekonom endi narxi necha pul ekonom? Ekonomda narximiz o'rtacha $50 atrofida arzon yuradi. Arzonroq yuradi.
Endi shu narxga qarab kilometr ozgina ko'payib borishi mumkin. Xuddi shunday. Lekin avtobus xizmatimiz bor. Albatta avtobus xizmatimiz unisida ham bunisida ham bor. Deylik, hattoki 700 metrlikka ham avtobus xizmatimiz bor. Har 5 minutda kelib ketaveradi. Xuddi shunday. 700 metrli aynan Jannat tumanli qabristonning ro'parasida joylashgan Xuddi shunday. Samaramiz, Ummuqur'onmi men bilganim shu mehmonxonalar oldidagi 700 metr va 800 metr chiqadi o'rtacha bir 9-10 daqiqada piyoda tushsangiz bo'ladi, 12-13 daqiqada avtobusda tushsangiz bo'ladi. Avtobus aylanib kelgani hisobiga minut ozgina ko'payadi. Ko'payib qoladi. Piyoda to'g'ri tushsangiz Mo'staydan o'tishingiz bilan Zamzam suvni oldidan chiqishingiz mumkin do'stlar. Borganlar bo'lsa yozib ketamiz kommentariyada ma'lumot uchun, to'g'ri aytgan bo'lsam albatta. Narximiz o'rtacha standart bilan mana shu 20 kunlik bilan 22 kunmi yoki 21 kun yoki 22 kun. To'g'ri aytdimmi? 20 kun yoki 22 kunmi? Xo'sh, 21 kun. 21 kun. Undan keyin ham qolsa, misol 21 kundan oshib ketsa, narx to'lagan narxiga qo'shilmaydi. Qo'shilmaydi. Hech qanaqa mehmoni yoki ovqatlanishiga. Xuddi shunday. Naborot, maza qilib ibodat qilib kelsa bo'ladi. Hech qanaqa to'lov olinmaydi. Bir oyligi bilan yoki 21 kunlik narx qancha? Standartdan tashqari. Xo'sh, o'rtacha ulardagi $1100 bilan bu bir oyligimiz narxi $1800 standart paketimiz bo'lyapti. $1700 ekonom paket bo'lyapti. Ekonom bo'lyapti. O'sha Ramazon ichiga. Ramazon ichiga bir oylik paketimiz ham bir oylikka bir oylik paket plus 10 kun. Plus 10 kun bonus Jami bo'lyapti. 40 kun bo'lyapti. 40 kun mana bo'ladi. Bemalol misol uchun hayitlarda o'qib kelishlik uchun Qadr sharoit kechalari qilinyapti. kelsa bo'laveradi. Ha, qadr kechalari, undan tashqari hayitlarda o'tkazib kelib, ya'ni Ramazon o'tgandan keyin bemalol misol uchun Makkani aylanib, shaharda aylanib kelsa ham bo'laveradi. Aylanib shaharlarda aylanib deganingizda ziyoratimiz bo'ladimi? Albatta ziyoratimiz bo'ladi. Ziyoratgohlar sayohat qilinadi. Albatta qilinadi. Bizni Toshkentdan yoki Vodiydan, vohadan borgan yurtdoshlarimiz bor. Aynan o'zini Vodiysidan yoki Toshkentdan uchirishni iloji bormi hozir? Albatta bor. Hozirgi paytda ham Vodiydan desiz, deylik Namangan, Andijon, Farg'onadan reyslarimiz bor. Bemalol deylik Andijonliklar Andijondan, Namangandan, Farg'onaliklar Farg'onadan uchishi mumkin. Va keyin o'sha Toshkentdan keyin Samarqand va Termizdan reyslarimiz qo'yilgan. Ya'ni vohaliklar xohlasa Termizdan, xohlasa Samarqanddan uchishlari ham mumkin. Agar nimaga ko'proq endi Jizzaxliklar Samarqanddan ko'ra Toshkentni ko'proq talashadi. Toshkentdan uchishadi, Toshkentdan ham misol uchun qilib berilaveradi. Undan tashqari deylik uzoqroq joylardan keladiganlarimiz deylik misol uchun Tojikiston bor. Tojikiston bor, vohaliklar bor. Kim misol uchun Qirg'izistonliklar bor. Qaysi tomon qulay bo'lsa deylik, ba'zi biraylar Qashqadaryodan bo'lib turib, lekin Toshkentdan uchishni xohlaydi. Ularga bemalol Toshkentdan qilib berilaveradi. Qilib Albatta. Iloji boricha zadishga bo'lmayapti hozirgi kunda Samarqand. Xudo xolasa yaxshi. Mehmonxonalar bir kun oldin kelib olgan ziyoratchiga men ko'nglim xotirjam ertasi kuni o'sha registratsiya oldi chiqib olaman degan uchun mehmonxonalar bor. Mehmonxonalar bor. Rasmiy o'zini Hikmat Travel'da malakali 50 boshlar xizmat ko'rsatadi. Albatta. Har bitta gruppaga alohida qo'yiladi. Bu yerdan O'zbekistondan chiqib ketib, qaytib kelgunicha. Xuddi shunday. Ziyoratchi uchun firma tomonidan birinchi borayotgan insonga nimalar qulaylik uchun nima beriladi? Asosan. Xo'sh, qulaylik uchun So'mka beriladi. So'mka beriladi. Bejik o'zi asosan ism familiyasi, guruh nomi yoziladi. U yerda har bitta guruh qilinganda, Jidda aeroportiga qo'yinganda 50 bosh tanib birga olib yurishlik uchun 14 kun safar. Xuddi shunday. So'mka bejik yoki so'mka u yerda tartibga bu narsalarni solib yurishlik. O'sha nimchasi ham ana shu gruppada Hikmat Travel yoki ana shu alohida gruppalikni ajratib turishlik. Endi qaytish oldidan firma tomonidan har bitta ziyorat, u yerda ham olgan insonlar bor. Ziyoratchi uchun Zamzam suv hali ham to'xtatilgani yo'q, beriladi. Zamzam suv ham to'xtatilgani beriladi. Endi ota-onasini jo'natan inson birinchi navbatda hamma ma'lumotni aytdik. Bizdan endi mana videoda ko'rdik. Endi bu yerda kimnidir savoli bo'lsa, bemalol pastda nomer qoldirganmiz. Operatorlar 24 soat xizmat ko'rsatadi. Xuddi shunday. Ofisga kelib to'liq ma'lumot olaman degan insonga bu lokatsiya beriladi. Albatta. Ofisga kelib ma'lumot olsak bo'laveradi. Bemalol bo'laveradi. Andijonda, Farg'ona, Namangan, Toshkent gilamli ofislarimiz kirib ma'lumot olsa bo'laveradi. Xuddi shunday. Endi onlayn pasportini tashlab bersa yetadimi yoki biror hujjat kerakmi? Yo'q, shu pasport tashlab bersa bo'ldi, biz sразу registratsiya qilib qo'yamiz. Chet elda yurgan inson qanday jo'natamiz? Chet elda yurgan insonlar ham misol uchun deylik o'sha
oldindan registratsiya qilib qo'ysa bo'ladi, even o'sha kuni kelib turib bu yerdan sразу uchib ketsa bo'ladi yoki bo'lmasam chet elda yurgan holatda ota-onasini jo'nataman deydigan bo'lsa ham bemalol onlayn orqali deylik shu bank orqali nimalarimiz bor, shotlarimizga to'lab berishadi. Shu Hikmat Travel rasmiy nimasi shotiga to'lab beradi. O'sha orqali bemalol deylik registratsiya qilib bemalol o'zimiz kuzatib boraveramiz. Rasmiy o'zinglar aeroportda kutib olib, ish guruh bor, kuzatadigan insonlar bor. O'shancha so'mkalarni berib, kuzatib, albatta gruppa qilib, 50 bosh bilan tanishtirib olib ketiladi. Xuddi shunday. Hurmatli yurtdoshlar, albatta mana shu videomiz kimgadir manfaatimiz teggan bo'lsa xursandmiz. Kimdir ota-onasining yaxshilik niyatida mana shu videoda tasodifan ko'rib qolgan bo'lsa, albatta bu narsaga sizga yetishish oz qolgan va jo'natish yoki o'zingiz borishligingiz uchun. Video tagida nomer qoldirganmiz, bemalol telefon qila olasizlar. Operatorlar 24 soat Hikmat Travel rasmiy ofisiga kelib ma'lumot olsangiz bo'laveradi yoki operatorlar ma'lumot olsangiz ham bo'ladi. Telegram, WhatsAppdan operatorlar o'sha borgan insonni 14 kun safardorlik bo'lsa, grafiklar ham bor, tashlab berilaveradi. Grafik bo'yicha ham o'qib tanishib, joyingizda band qilishingiz ham mumkin. Xuddi shunday. Aloqaga chiqaverasizlar, o'zlari va operatorlar doim xizmatda. Albatta kimdir yaxshi niyatda jo'natish istagida bo'lsa, bemalol biz doim xizmatdamiz. Kanalda o'tkazib yubormasdan, yo'qotib qo'ymaslik uchun like bosib, obuna bo'lib qo'ysizlar. Bundan da manfaatli chiroyli video doim qo'yib boramiz sizlar uchun.